So'nggi yillarda yurtimizda kambag'allikni qisqartirish va bandligini ta'minlash eng dolzarb masalaga aylangan. Toshkent viloyatida mazkur yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida viloyat hokimligi, O'zbekiston kasb va uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyati kengashi hamda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining hududiy boshqarmasi o'rtasida kelishuv imzolangan. 2023-2025 yillar uchun ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha hududiy jamoa kelishuvini amaliyotga tatbiq etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida hozirgi lavhamizda bilib olishingiz mumkin. Yig'ilishning kun tartibidan Toshkent viloyati hokimligi, O'zbekiston kasb va uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyati kengashi va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi o'rtasida 2025-yilda bajarilishi kerak bo'lgan eng dolzarb masalalar mavzusi o'rin olgan. Yig'ilish tashkil etilganda asosiy maqsad shundaki, xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, qolaversa ularga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, majburiy mehnatni oldini olish yoki bo'lmasa bolalar mehnatini oldini olish va ishchi xodimlarni va ularning farzandlarini sog'lomlashtirish, qolaversa ish haqidan muddati o'tgan qarzdorliklarga yo'l qo'ymaslik va 2025-yilda shu narsaga alohida e'tibor qaratmoqdamizki, joylarga chiqqan holda o'sha baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida mana 2025-yilning shu kungacha 4 ta tuman shaharimizda soha vakillari ishtirokida seminarlar o'tkazildi. Mana bu seminarlarni ham davom ettirib yil oxirigacha butun tuman Toshkent viloyatining har bir tuman shaharini va sohalar kesimida tashkilotlarni jalb etgan holda shu baxtsiz hodisalarni oldini olish masalasiga ham alohida e'tibor qaratish belgilanmoqda. Yig'ilish davomida mas'ullar tomonidan hududiy jamoa kelishuvida belgilangan maqsad vazifalarning amaliyotga tatbiq etilib, mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida axborot berib o'tildi. Shuningdek, amaliyotda uchrayotgan muammo va kamchiliklar yuzasidan fikr almashilib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2025-yil 14-mart kunidagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 103-sonli qarorida Savdo-sanoat palatasi ham bir necha vazifalar yuklatilgan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi Savdo-sanoat palatasi 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunarga, tadbirkorlikka o'qitish vazifalari yuklangan. Toshkent viloyatining 22 ta tuman shaharlarida xatlov natijasiga ko'ra jami 2595 nafar ayollarni tadbirkorlikka o'qitish ishlari hamda ularni tadbirkorlik qilish uchun yo'naltirish faoliyati amalga oshirilmoqda. 2025-yil holati birinchi chorak holatiga qaraganimizda bu ishlar albatta boshlab yuborilgan va o'z natijalarini ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan barcha jabhalarda jadal ishlar olib borilayotgani hech kimga sir emas. Bu kabi tadbirlar ana shu islohotlarning izchil davom etishida munosib hissa qo'shadi.